Yana ozgina yashasam bu xotin bilan. Meni aqldan ozdiradi. Tentak bo'lib qolyapman. Tentak! Uzr dadasi, bugun uncha asabingizga tegolmadim, lekin ertaga asobiy harakat qilaman. To'xtang-da, jichi chalasi qoldi. Ha, sen yo'qoldi. Bir ana burchi-murchida o'ynab yurgin. Seni ko'rsam borki, qornim og'riyapti. Dadasi, jichi iflos bo'lsam ham, lekin men sizga sodiqman. Hattoki imtihonga kirganimda o'z miyam meni tashlab ketgan bo'lsa ham, men sizni haligacha tashlab ketganim yo'q. Sodiq yuribman. Dakkansa sodiqman. Menimcha bori, o'sha miyang seni tashlab ketgancha ortga qaytmaganda momom aytardi. Miyada tovuq, tovuqda miya bo'lmaydi deb. Jinursin nima deyapman men? Meni miyaga ketdi. Uni buni qo'ying. Siz bilan bir suhbatlashaylik. His-tuyg'ular haqida. Masalan, sizga qanaqa shashlik yoqadi? Qiymami yo jazmi? Yo jigarmi? O'lgan baliqdan kuzkovoy yoqadi. Piyozlar bilan shortda qilib yesang, kuzdan sepib. O'zi shundoq ham baliqni o'ldirib keyin pishirishadi-yu. Xullas, kecha janjalimizni telefonda davom ettirdik-ku. O'sha hamma yozmalarimizni yig'ib ChatGPTga tashladim. Aytishi bo'yicha men 100% haq ekanman. Siz 100% haqsiz, ha? Menga qara, shu ChatGPTning mabodo ayol kishi emasmi? Jinnimisiz? Uni jinsi yo'q. Tentak bo'lib qolsan. Uni jinsi bor. Prosta senga aytmagan. Uyalgan. Rostdan ham jinsi bo'lsa-ya, shuncha gaplar yozganman. O'l, bularning hammasini orqasida bitta brat turgan bo'lsa-ya. Tuturuqsiz gaplaridan boshim og'rib ketdi. Shukr qiling, men bilanchi boshingiz sal og'riyapti. Agar boshqasi bilan yashaganingizda boshingiz og'riqdan yorilib o'lardingiz. Между прочим, men boshqasiga uylanmasdim. Vatan bitta, xotin bitta.